26-chi. To'kadiganni to'kib bersak. Mana. Yaxshilab olaverasiz. Yaxshilab olaverasiz. 1 kilodan katta. 1 kilo 300, 1 kilodan o'tirgan ana. Katta baliq. Mana. 1 kilo 300, 1 kilo 400 farqi. Bular yana katta baliq ketdi-da. Ana nimaga? Ana birinchi to'kkanlar ham shunaqada o'zi, hammasi. O kattasi bor ekan. Bu ko'payma bo'lib ketmasin, qani? Torozga qo'yingchi. Yo'lda ushlab turinglar shuni. Ko'tarolmayapti mana Odiljon. Tandir qilib, shashli qilaman deb. Oling yana. 3 ta oling-da, 2 ta, 3 ta oling. Ikkitasini oling-da. Ko'kha baliq deydi. Kart tashladim. 18 ta bo'ldi ana. Kiloga. Yana olaylikmi? Hozir tashlanchi bo'lmadi. Yana bitta. Ana Bo'ladi, oshchasini karib. Bo'ldi. 20 kilo. Mana sazanni bolasini tashlab qo'yaylik, bezda 20 kilo bo'ldi. Tashing. Ana, zapuskasiga. Bo'ldi, sekin to'king. Battan sekin sur. U o'tga to'kmang, ana shu nariroq qo'ying. Ha, shu. Yo. Sekin to'kib olavering. Yangi boshqa. Yo'q, ertagalikka olib qo'yamiz, bo'ldik. Va, yetishdi-ya. Mana bo'ldi, qani? Qolganini nima qilib qo'yamiz endi? Qolganini ham o'ziga tashlaymiz buni. Ertaga kelib. Ertaga kelib to'kib berasizlar, deydiganlarga nima qilib qo'yamiz ekan. Shanbayapti dedi. Ertaga yurgizgani yaxshi bo'ladi deb. Mana hozir tashlab. Hozir bu ish. Kalpam bor ekan. Yana bor ekan karib. Kuchli ekan-da, hali kichkina bilan. Yosh kichkina. Aka. Assalomu alaykum shirin baliq ko'rgazib 26-noyabr, birinchi natija boshlandi. Yondan ushlab chekiligo. Mashina tepanda baliq to'ntarib kelyapti-yu. Ha? Tashashdi qani achchig'idan baliqni. Yo'q, qirrasidan ushyapti mana. Og'zidan ushyapti. Halol ekan. Ho, kattaligi. Og'ziga tiqib qo'ygansiz qarang, bittasi. Ana boshlandi yangi baliqlar. Yangidan ekan-a? Bugungidan. Boslandimi? Mana qachon quyosh tushyapti ekan bu yoqqa. Qanaqa qarayman. Oh. Qulluq bo'lsin mana. Xanaga bo'lsin. Ulug'nolliklar boshladi mana yana. Ulug'nolliklar. Ana bu bola armonda, bu bola armonda. Yo, Adilbek gruppasi deb qo'ydim bo'ldi shunda. Oh. Assalomu alaykum shirin baliq ko'rgazib 26-noyabr, ikkinchi natija. Keladi. Hamma joyda Odiljon bor. Odiljon ushamasa ham maza qilib yugurib yursa bo'ldi. Oo. Achchig'ida qattiq bosyapti buni ham. Ular yangilar u. Yangilar. Shunday kulchoya ko'rdingmi? Agar jicha nojo'ya qilganda chiqib ketadi. Zo'rg'a turgan ekan u. Ketardi yana bitta harakat. Qulluq bo'lsin. Qayerdan keldingiz aka? Ozoddan. Ozoddan mana Bo'zdan. Qulluq bo'lsin.
26-noyabr va nihoyat Odiljondan qalmoq ilashtirish. 3-natija. Yo'q, qulluq bo'lsin. Gapiring. Ayting. Yangidan ekan. Suv. Baliqlar hammasi zo'r keldi. Yalan yangilar, chiroylilar chiqyapti, ha? O'zi gaplashib qo'ydi oxirgi payt. Mana shirin baliq natija. Betingiz yashirmang-da, ko'rinib turing-da. Bo'laveradimi akalar? Qulluq bo'lsin. Kelaverasizlar. Shashlikmi endi? Ha? Ketdi, shashlik deydigan qochdi. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Ko'p savollar bo'lyapti kommentariyalarda. Lokatsiya tashab qo'yinglar deyilyapti. Hozir shu turgan mana shu hozir yozayotgan, gapirayotgan joyning chap tomoniga Telegram gruppamizni joylaymiz. Kuchukcha ovchilarimiz degan ссылкani terib yozsanglar, Telegram gruppamizga qo'shilasizlar. Zaifga keladi, biz qo'shib qo'yamiz. Shu gruppamiz ichida hamma savollaringizga javoblar bor. Bemalol ovchilar bor, vodiy bo'yicha salkam 2000 ta obunachimiz bor. Qanaqa xo'rak nima bo'lyapti, hamma muhokamalarda ishtirok etsanglar bo'ladi. Yana bir marta aytaman, mana shu chap tomonda hozir joylaymiz. Kuchukcha ovchilarimiz degan ссылкani terilsa, bizga zaifga keladi. Rahmat, sog' bo'linglar. Shirin baliq ko'llari fermer xo'jaligi quyidagi baliq mahsulotlarini tadbirkorlarga taklif qiladi. Sazan, tostoloq, ilonboshi, amur va boshqa baliqlar, tozalangan, muzlatilgan va dudlangan holatdagi baliq mahsulotlari. Narxlar hamyonbop.